Kitob tavsiya qilishdagi to'g'ri va noto'g'ri amallar. Albatta, to'g'ri amal bu kitob tavsiya qilishning o'zi. Kitob tavsiya qilish bu yaxshilikka, ilm olishga va da'vat qilish hisoblanadi. Bundan tashqari kitob tavsiya qiladigan odam ko'p ehtimol bilan o'sha kitobni o'zi biladi va o'qigan bo'ladi. O'qimagan bo'lishi ham mumkin, lekin uni eshitgan bo'ladi yaxshiligini. Noto'g'ri jihati nimada? Ko'pchilik kitob tavsiya qilayotganda oldidagi odamni jinsi, millati, dini, kelib chiqishi, hatto xarakterini inobatga olmaydi. Misol uchun siz erkak kishiga yaxshi ona bo'lish haqidagi kitob yoki pazandalik sirlari kitobini tavsiya qila olmaysiz. Bu noto'g'ri hisoblanadi. Hatto xarakteriga ham tushishi kerak. Buni esa bir deganda bilish va anglash juda qiyin. Kitob o'qish bu ovqatlanishga o'xshaydi. Sizga osh yoqadi degani hammaga ham osh ma'qul degani emas. Lekin albatta o'sha kitobni yaxshi yomonligini siz o'qib ko'ribgina anglaysiz. Ya'ni uni yemasdan turib bilib bo'lmaydi.